Lattalanmasdan uydagilaringizga yetarsiz. Kim latta? Bugun aniq aytaman. Ay dada. Sen hali qizlar bilan gaplashadigan bo'lib qoldingmi? Qo'yog'i kim bu? Dada bechorani hech kim yo'q ekan, ko'chada qolgan ekan. O'shanga asrab oldim. Nima? Hayvon, qo'lingdagini ber, sovqatgandir bechora qizim. Yuring qizim. Popoxona. Dada bechorani qo'llari muzlab ketgan. Qarang, ko'chada sovuqda Voy qolib. bechora. Dada o'zim istaman. Ya sen nos chekkansan, hid urib qoladi. Qani? Dada qarang, bechora 3 kundan beri ovqat yemagan. Voy bechora ovqat yemaganmi? Ol qizim. Ol qizim, o'n tiq. Tiq ol qizim, ol. Tiq, davay, tez-tez bo'l. Qanaqa shunday ishtasiz, jon? Sheragada eshitaylik oltin qanot.